Voy bala, bu yomon bo'ladi bu. Bu o'ta qattiq jazo bo'ladi bu. O'ta qattiq jazo bo'ladi. Tavba qildim. Bu bechora 1 yosharli qizda nima ayb? Mana Melisa keldi menga, mana. Assalomu alaykum. Melisa aka, assalomu alaykum. 1 yoshli qizda nima ayb? Men taniyman. Yo'q, men aka taniyman men. Bu mana o'zi 5 kishi duet qilibdi. 5 kishi duet qilibdi o'zi. 5 kishi duet qilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Nima deysiz aka? Qalban birgamiz 5 kishi, qalban birgamiz. Qani bizni qalbi bilan birga insonlar nechta ekanmiz? Duetdan bilib olamiz. Qalban birgamiz 5 kishi bilan. Jonlaring sog' bo'lsin. Noyi ish bo'ladi. Yo'q, akajon. Qalblashamiz hozir. Biz ham qo'yamiz duet. Bo'lmasa. Qalblashmasak bo'lmaydi. Men tinch yasholmayapman. Dubayda bo'lsam ham men O'zbekistonda qanchadan qancha 1 yoshli chaqaloqlar bor. Bu pedofildan hushyor bo'lish kerak. Batni tashlab qo'y. Mana metta Melisa. Sardor aka, Dubayda ham peto parti bo'pti. Nimaga unga video chiqarmayapsiz? Nima parti bo'pti? Dubayda? Foto parti bo'pti-ku Dubayda. Nima degan? Rasmini qilishibdi. Instagramda aylanmoqda-yu. Nima bo'pti? Qizlarni rasmini chiqargan, qizlarni chaqirgan o'sha shayxlar, milliarderlar. Qo'rsin u jalablardi, onasini sizga u jalablar. Men video qo'yishim. Hammasi jalab. O'ltirib yuborsin onangiz deganlar. Akalar, vaziyat qattiqlashmasdan yumshoqroq hal bo'lish uchun 633 mingtalik Instagramimga ham katta reels qilib bir umrlikka joyladim videoni. Og'irlashib ketmasin, yengilgina bitsin akalar. Instagramga joylagan bo'lsang, xudo xolasa layklarni bosamiz, iloji boricha qamatishga harakat qilamiz imkon qadar. Vaziyat yengilroq bo'lsin. Duet kutaman, yaxshi insonlardan. Qalban men bilan nechta odam birga ekan, qani? Qalban birga ekanmiz. Qalblashamiz iloji yo'q. Qalblashmasak bo'lmaydi. Endi aka men gapirgan paytim chiqdi. Meni qiz farzandim bor. Qiz farzandlarni bunaqa so'ksang, menga ham tegib ketadi deb meni so'kib qo'shiqlar aytib chiqdi. Meni so'kib qamatish uchun ustilarim bilan yozib chiqdi bu bola. Men Dubayga kelganimdan keyin ham tindirmay meni mana shu paytgacha so'kib yuribdi. Qani qiz farzandni yaxshi ko'rayotgan odam shuni so'kinadimi? Tavba qildim. Astag'firulloh. Subhanalloh. Va subhanalloh. 1 yoshli qizni og'ziga shunday qilaman deb. Voy, tavba qildim. Kim ekan u deydi. Aka profilimni joyladim, aka ko'ring. Kimligini ko'rasiz aka. Mana Melisa qaysi viloyatdan? Deputat keldi menga. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan. Muborak tumani. O Shuhrat Musayev keldi. Shuhrat Musayev aka, mana shunaqalarga qaramaysiz aka. Mana Shuhrat Musayev keldi. Akalar, endi 1 million prosmotr bo'lmasmi? 2-3 million prosmotr bo'lsin, bir kirib gumbillatib tashlaylar. Shuhrat Musayev jannatim ekan. Biz yetib borsin akalar. Yuringlar, gaplar yozinglar. Ayniqsa onaxonlar, opaxonlar. Jazo berilsin desa, ayollar qo'mitasiga yetib borsa bo'ldi. Shu ayollar qo'mitasiga yetib borsa bo'ldi. Yetkazmasak bo'lmaydi akalar, yetkazmasak bo'lmaydi. Instagramdan mana o'zi yozishdi ayollar. Voy. Telefon qiylar deb qo'y, 02 qilib qo'y. Raqamida adashib qo'ymasin, 02 til qiylar deb qo'y. Nolekka til qilib qo'y, bo'ldi, tamom bo'ldi. Bu nima ekan deb turib telefon ham qilishib yuboradi. Sardor nima ekan deb. 40 kunda emas, 40 yilda emas, 40 kunda qaytadi. Ana endi hozir qaytadi. Hozir hayotdagi narsalarga e'tibor bergin, shunaqa tez qaytadi. Ana endi men seni kuningni ko'raman. Bu birinchi video. Seni bu videoingda menda davomi ham bor. Seni onangni ishga umringni turmada chiritmaguncha men sendan to'xtamayman. Voy. Onangni ishga qamatib yuboraman. Qarab tur, endi qamatib yuboraman. Butun xalqni la'natiga uchratib qamatib yubormasam aytasan. Onangni ishga yuragimga to'yib qo'ygan edim.
yuragimga tuyib qo'ygan edim. Yuragimga tuyib qo'ygan edim janob. Shuhrat Musayev akajonim tirjeming aka kulmang aka kulmang aka mana shunaqa ishlarni o'z nazoratingizga oling aka. Captivani kim to'laydi endi pulini? Endi ko'rasizlar kim deydi. Ha, profilda ko'ringlar, ko'rasizlar kimligini. Profilda birinchi video hamma bittadan like qo'ysin. Yomon gapirdi. Akalar 5000 odam bittadan like qo'yib qo'yinglar, like. Shunday o'tinglar, like, repost, comment, давай, go. To'g'risida aka mana Jasur ham meni ustimdan yozib beribdi aka. Men unda qilib qo'yapman, o ishlarni san nazoratingizga olmasangiz bo'lmaydi aka. Bizdan O'rtoq olib ketibdi. Captivani ham olib qo'yibdimi? Ha, pishibdi bo'lmasa. bizdan terpidalar chiqmagan, biz hech kimni yozmaganmiz. Palonchi akam yozdi. Aziz, Ha, bittadan hozir uchalamiz, efirni shunday yopamiz. Bittadan o'sha videoga duet qilamiz, qayta ochamiz, ha? Kelishdikmi? Davay tezlashinglar. Shunday o'chiramiz, shunday bitta o'chiramiz, duet qilamiz, yoqamiz qaytadan. Tezlashinglar. Ketdik. makiyaj so'rami keyin? Ya, hozir onasiga qarab turib, men hozir onasi tava qildirmasam aytaman, qara. Ya undan sraz 0 chiqib o'raylik. Buncha qiynalmasdan. Ha? Hiylali o'tiramiz, bitta 02 tamom. Ertaga shunday olib o'zi butiga o'tirishib yuboradi. Bo'lmasa men bir yasharlik, 2 yasharlik qiz bolacha topaydi. Meni ham farzandim bor. Menga og'ir botdi bu narsa. Shu bolaga javobgarlik qilishinglar talab qilaman deb bitta Mana 02 qildik o'sha deyapti Sardor. Ye. Qilishdimi? Mana 02 qildik deyapti. 02 qildingizmi? Nik aka? Jannatim aka? Kim aka? Nik Nuriga akam. Nuriga akam 02 qilib qo'ydim az deyapti. Ye. Jannatim akajonlarim 02 qildilar. Sen shunaqa qilaylik bo'lmasa. Qaranglar. Qilishdi o'zi deyapti. Ye. Qaranglar. 1 sekund efir o'chiramiz, duet qilamiz. Tushundinglarmi? Bittadan duetda ishlaymiz, qaytamiz. Tushundinglarmi? 1 sekund. Davay. Akalar, efir o'chirib 1 minutda ichida qayta yoqamiz. Birinchi videoga bittadan duet, bittadan comment, bittadan like, bittadan repost. Men tinch uxla olmayman bunaqa pedofillar ochiqda yursa. 1 yoshli qiz farzandni og'ziga shunaqa qilayotgan bolalarni men astag'firulloh tavba qildim. Men bu ochiqda bunday bolalar yursa men tinch uxla olmayman. Sizlar uylaringga kirib shunday ish qilib qo'ysachi. Voy tavba qildim. Hamma o'tsin, bittadan like, bittadan repost, tez duet qilamiz, tez ochamiz. Tez faqat.